Birinchidan o'zingizni tanishtirsangiz. Men Ojusayn Hayot bo'laman. Sobiqda taqriban bir 42 yildan beri shu vazifani mashg'ulman, shu vazifani etaman. Nom xudo. Bu yerda qancha shogirdingiz bor? Bu yerda 5 ta shogirdim bor, bir barfilan. Ha, ko'p yaxshi. Xudo. Shu ishlardan bir ma'lumot bersangiz, namoz yog'i bo'lsa ishlar yaxshi bo'ladi deydilar. Nima uchun bu namoz yog'larda ishlar yaxshi bo'ladi? Shukr fazla Xudo mardimi anxoy hamma musulmonlar shu ikki namozda yagona nimasi ikki namozda burada yaxshi qilayotgan ishlar nimasi o'shaganda ko'p yaxshi bo'ladi ishlar. Shukr, men bu yerda shular qaychi qilib beraman shogirdlar hammasi. Usta bilan taklab, men bir sir qaychi qilib beraman, bular qo'lon bilan o'zi tikadi. Ha, ko'p yaxshi. Siz 42 yil bo'ldi deysiz, shunaqmi? 42 yil bo'ldi. Qancha shogirdni shuncha vaqtda chiqargansiz? Shogird bir taqriban 15 ta shogird chiqqan. Har qaysi ishlarni mas'uliyat shug'ullanib yuribdi. Shukr fazla Xudo. Yaxshi. Burada 5 ta do'koni bor, do'konda ishlar yuribdi, xalbakorlik qilib. Bular ustozlar Xudo rahmati tesha hayot deydilar. Ko'p bir betarin hayot do'pillar. Bizda shogirdlar vaqtimizdan qo'yda bir 8 ta 9 ta hayot bor do'pilincha hayot ham emas edi. Xo'p, u vaqtda nima mardim kolon ko'p kiymaydi bu nufus kam. Mardim o'sha pullar bir tedod xarvoqan nufus ham kamagan ham pullar shu kolon kiyishlikni ular bir shahri bilmas atrofi mardim aslida hayotda tikishni tan bil qatam bilmagan qarab o'lsangda. Ular yerda tiktir ekan? Ular ulusda tiktir ekan o'sha pullar aksariyat. Endi shukr mardimda endi hushyor bo'lgan, mardimni tushungan, bilishgan, endi bir cho'poni so'rasangiz ham hayotda kolon tiktirmasa kiymaydi o'sha kolosini. Ha, ko'p yaxshi. Siz aytib o'tsangiz qancha raqam kola tikib bilasiz va qancha raqam kola hozir kiyiladi, javonlar tanlaydi? Kola ko'p ish bilan soxtaman kola bu yoqqa beandoza ko'paygan. Taqriban bu raqam sazan bo'laveradi. Yaqindor bor, nima yaqin deydi. Bidon yaqin ternom deydi, u yaqin mana Qosimiy, Bandakdor, ba'zi yenglarni kashtara qilib kiyadilar. Kola shu 7-9 raqam shuni hammasini tikib bilasiz, hammasidan qo'lingizdan keladi shukr fazla Xudo. Hammasini tikib bilasiz. Mana endi bir raqam kolalar bor, Qandori deydilar. Yo Hiroti deydilar. Anxoyni o'zi otiga bir qayta kola bormi, libos bormi shunga? Bali, Anxoyni o'zi bizlarning kola milliy aslan kola bizlarning soxta shu Bandakdor deydilar. Masalan, Qosim mana shu kolalarni banavi Bandakdor yod etadilar. Qosimiy deb bir raqam fatidor buni ildashura fatili keladi, uni Qosimiy deydilar. Aslan bizlarning kola kiyishimiz aksariyat mana shu ish bilan ham barfilarni maqsad mardim shu kolani shan qo'ymadim, shu Bandakdor kolani kiyadi barfilar. Ko'p yaxshi. Tashakkur, salomat bo'ling. Tashakkur sizdan ham kelib vaqtingizni zoya qilib bizlarga munosabatda tashakkur bo'laman sizdan ham minnatdor bizlar. Salomat bo'ling, xush bo'ldim. Xo'p, akam siz ham o'zingizni tanishtiring aziz va hurmatli ko'ruvchilar. Xush bo'ldim. Baxtiyorman, sihatingiz yaxshimi? Otim Muhammad Zoir, albatta do'kon o'zingizdan. Otam biladilar. Ko'p yaxshi. Salomat bo'ling. Bu shu mashinalarda borada bir ma'lumot bering. Siz qadimki mashinalarda ham ishlab ko'rganmisiz yo avvaldan ko'ra shunda ishlaysiz? Taqriban men o'zim 10 yildan beri ishlayman. Sobiqa mashinalarni olib ko'p so'lat bo'lgan, shukr Xudoga mana mashinalar chiqqan xorijiy mashinalar. Jokeri zavjlar raqam mashinalar va maqsad soxtimoni farq etadi. Qancha raqam mashina bor dedingiz? 2-3 raqam mashina ham. Xo'p, siz hammasini ham ishlatib bilasiz? Hammasini ham ishlatib bilaman. Bir vaqt sobiq vaqtda kichkina mashinalarda bor, poyada bo'ladi, qo'lda ishlanadi. Olib surati ko'p yaxshi bo'lgan. Ko'p yaxshi. Bular barqi, sis yog'unda bir aziyat etmaydi. Xo'p, kam masraf. Tikishida ham farq etadi. Tikishida ham farq etadi. Har raqam dizaynlarni, suntlarni tikadi. Surati ko'p yaxshi. Mashina. Ko'p yaxshi, tashakkur. Tayyam filtrlar bular 1 litr kelishadi. Ko'rgazing. Keling, kamerangizni olib keling. Xo'p, ishingizda muzaymon bo'ldik, bag'ishlang. Shu hayotli mashinani bir ko'raylik yoqdan. Xo'p, bu tili nima kamoyisi bor? Tili shu buni haydasangiz avtomat basida joniga yuradi bu tel. Mana bu yerdan pamp etadi. Tukanari ham bormi yo hamisha bir? Yo'q, tukanmaydi. Bu yilda bir tabdil etasiz. Kuyna bo'ladi. 1 yilda bir tabdil etasiz. Yaxshi. Bu tel bozorda sotiladimi? Nima teli bu? Petrolmi, dizelmi, yog'mi? Bu ro'g'an telidan. Mashina teli o'zi shoxdan keladi. Bozorda alayda sotiladi. Yilda bir tadbir bo'ladi. Balanda ham qutilardan bor. Mana shu bu telidan istifoda bo'ladi. Bu yerda topiladi? Yo'q, mashina purushida topiladi. Ko'p vaqtga bozorda xarid ekanlar sizlar? Anxoyda farmoyishi tuzaladimi yo? Farmoyishi yo'q, ko'proq shu Pokistondan farmoyish yoqadan keladi. Taqriban 15 yillik 20 yillik qaychilar bor. Bu qaychilardan bu yerda bo'lsa yo'q. Xo'p, tashakkur, salomat bo'ling, xush bo'ldim. Xush, salomat bo'ling siz ham. Xush bo'ldim mana, salomat.